Minbarda britaniyalik qiz chiqib, o'zbek tilida chiroyli nutq so'zladi. Tinglaganingiz uchun rahmat. Sizga yaxshi kun tilayman. Thank you so much for listening. Britaniyalik talabalar o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lgani hayratlantirdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. I believe you're Yaxshimi? Nikolay Kontovas, right? Yes, I am. Oh, assalomu alaykum. Inglizcha gaplashaylikmi? Mayli, o'zbekcha gaplashamiz. O'zbekcha gaplashamiz. Hayron qoldim. Xush kelibsiz. Rahmat. Charchamadingizmi? Safaringiz yaxshi o'tdimi? Yaxshi o'tdi, xudoga shukr. O'zbekiston bilan bog'liq fondimiz nihoyatda boy. O'zbekistonning tarixi va madaniyati ham boy bo'lgani uchun bu tabiiy. Xudo xohlasa, kelajakda O'zbekistonning shon shuhrati yana ko'proq bilinadi. Mening eng katta orzuyim shu. Alisher Navoiyning kitobi, Mirzo Ulug'bekning kitobi shu Oksfordda arxivlarda turar ekan. Beruniyning kitobi, Ibn Sino, ularni mumkinmi ushlab ko'rishga deb ruxsat so'radim. Ushlab ko'rib, bilasizmi, ko'zimdan yosh oqib ketdi. Bu qanaqa baxt. So Ulug'bek's hands have touched